Salomatmisizlar, hurmatli o'quvchilar. Yaxshi, qo'shilibsizlar уже, ko'ryapman. Особенно internet yaxshi ishlaydiganlar birinchi kiryapti. Aytarin sizlarga qizlar. Qani vaqtdan boshlaylik. Bugun biz undaq rubrikani boshlayapmiz. Sizlardan kelgan savollarni hammasini yig'ib, undaq bir variant qilib chiqardim. Bu yerda biz bugun 15 hisob bor ekan. O'shalarni chiqaraylik bugun. Shundoq qilib hisoblarni aytaversanglar, men chiqarolmagan hisoblarni men hammasini yig'ib prezentatsiyamda keltirib chiqarman tushunmagan hisoblaringlar. Пожалуйста. Pochtam ko'rsatilgan. Ana shu elektronniy pochtamga surat tushirib aytamsizlar yoki bo'lmasa yozib aytamsizlar. Любой variant bo'laveradi. Aytatsanglar chiqarib beramiz hisoblarni. Yani 1 minut kutib turaylik, пока sizlar birinchi hisobni qarab turinglar. Qanday chiqaramiz? Birinchi hisob bunday deydi. Сколько градусов содержит угол сектора, если он составляет 40% от прямого угла? Endi sektorni siz qo'yaymiga. Hozir qo'shib oldim. Shu vaqtida sektor deganimiz qaranglar, chambarning bir bo'lagini elib bundoq kesib olsak, mana shu bo'lagini hammasini biz sektor deymiz. Кусочек pitssaga или кусочек тортика deymiz. Endi mana shu sektorning bo'lug'i qancha tepishimiz kerakki x deb qo'yay. Agar mana shu x bo'ling tik bo'lug'ning 40%ni qurashtirsa, давайте вспомним. Tik bo'ling deganimiz u 90 gradus. Shu vaqtida 90 gradusning 40%ni tepish uchun biz 90 gradusni ko'paytirishimiz kerak. 0,4 ga. Или 0,4 yoqmasa sizlarga ko'paytimiz deymiz 40 ga и bo'limiz 100 ga. Undaqmi bo'ldi. Bunaqa даже лучше sababi 0,0,00 qisqara ketsa 9 ni 4 ko'paytsak 36 gradus chiqadi. Javobi B. Ketxanda ikkinchi hisobga. Сколько процентов годовых начисляет банк на вклад, если вкладчик положил 800 тысяч тенге, а через год снял 992 тысячи тенге? Agar siz 800 ming tangangizni bankga selib, ketxanda ikkinchi hisobga. Voy, kechirsizlar, men yangisini qo'shib qo'ygandim. Kommentariy o'qiyman deb telefonni qo'shib qo'ygandim. Tak, durust. Birinchisi V deganlar. Salomatmisizlar, yangi qo'shilgan o'quvchilar. Shu vaqtida bu yerda qaranglar. Sizlar 800 ming tangani bankga qo'yib, 1 yildan keyin 992 ming tanga olsanglar, bu yerda so'ratadi, aqchanglar qancha prosentga o'sdi. Shuning uchun biz endi prosent har qachon proporsiya, причем to'g'ri proporsiya. Shuning uchun yozamiz 800 ming deganimiz. Mana yozsanglar hech qachon xatolashmaysizlar. Proporsiya qurib yozsanglar. 100%. Onun ichidan 992 ming tanga deb yozmaymiz. Qanchaga o'sdi degankin, o'ydi 992 dan 800 ni evatsanglar 192 ming tangaga o'sib. Mana shu nadbavka. Bu endi 800 mingning qanday prosentini tepish uchun krestикam ko'paytiramiz, chiqadi. 192 ming ko'paytirilgan 100% bo'lingan 800
мың. Qisqartib etaylik, bu yerda qanday sonlar nollik bilan qisqartib etaylik. Buni 2 tal nollik bilan mayaq ketdi. Buni 1, 2, 3 nollik bilan 3 nollik ketadi. 192 ni 8 ga bo'lsanglar qancha chiqadi? Mhm. 19 ni 8 ga bo'lsak 2 dan 16, 32, 24. Javobi D. Katta dальше 3-chi esa 5 deydi. Aktivna chiqirali hisoblarni menodan qammasini chapsan, birga meno bilan qo'shilib turib yozinglar. Kechirsizlar. 2D degan durust. 3-chi hisobda deydi. Тренировкада 12 futbolist qatnashadi. Сколько может быть образовано разных стартовых пятерок? Endi men mendaq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 deb yoz qo'y. 12 futbolist bor ekan. Endi shu 12 odamni biz har xil yig'ishimiz mumkin. Trenirovka qilganda masalan 5 dan yig'aylik deydi. Shu vaqtda trener bunday deyishi mumkin. Birinchi 5 o'quvchi birinchi trenirovka qilsin deydi. U bir kombinatsiya mana 1, 2, 3, 4, 5. Keyin deydi mayli 1, 2, 3, 4 qilsin, 6-sini qo'shaylik. 6-sini. Shu vaqtda видите, тоже 5 odam. Bu второй вид. Uchinchisi 1, 2, 3, 4 qilsin, 6ning o'rniga 7ni. И так далее, и так далее, и так далее. Bundaq endi вручную chiqasanglar, bundaq ko'ryapsizlar, 700, 800 degan, 400 degan javob chiqsanlar. Shuning uchun bu yerda bunday deydi. Достаточно определить число сочетаний из 12dan 5, 5, 5dan qancha odam olmaymiz. Причем bu yerda numeratsiya важна. 1 bilan 2 или 2 bilan 1 это одно и то же. Shuning uchun 8da boshlaysizlar demak 9dan bor kombinatorika degan bundaq C. Agar n element bo'lsa, ashning n elementining ichidan m shtukni olsak, то есть masalan 12dan 5 o'quvchidan yig'yapmiz. Uni tepish uchun biz n faktorialni bo'limiz m faktorialga va n minus m faktorialga тоже bo'laysizlar. Buni как формула yozinglar. Bu formuladan biz nima topamiz? Число сочетаний из n элементов равное m deydi. Shuning bilan faktorial deganni, kстати, уже sizlar o'kinma 6-sinfda ko'rdim. Faktorial deganimiz, masalan 5 faktorial deb yozib qo'ysam, u 1, 2, 3, 4, 5 в общем 1dan 5gacha hamma sonni ko'paytirmasi. 3 faktorial deb qo'ysam, понятное дело, 1 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 3 keldi. Shuni chiqarganlar bor ekan, ko'raylik hozir. 3 deydi. 3da B deydi. B deganni пока что bundaq вопросик qo'yay. Endi o'rniga qo'yib chiqaylik. Shu vaqtda 12dan 5 kombinatsiya olsak, 12 faktorialni bo'limiz 5 faktorialga buni formulasiga и 12dan 5ni yotsanglar 7 qoldi. 7 faktorialga. Endi har birini отдельно расписывать qilmay, давайте bundaq qilaylik. 1dan 5gacha yuz qo'yibdimi? Kстати, bu ko'paytirsak bo'ldi-ku. 1, 2, 3, 4, 5ni ko'paytsak, mayda 20, 6ni 20 ko'paytsak 120. 7 faktorial turib tursin, 12 faktorialning o'rniga biz 7 faktorial, 1dan 7gacha, keyin ko'paytirilgan 8, 9, 10, 11, 12 deb yozsak bo'lmaydi. Sal chaplashtirib qo'ydim bularni. Qisqartib etaylik. Qandaq sonlarni? 7 faktoriallar qisqarib ketadi. 120ni давайте сначала 10 ga bo'laylik. И 12, kстати, 120 ga ketib qoldi-ku. Shu vaqtda 8, 7, 9, 72. И 72ni 11 ga ko'paytsanglar, u 72, потом yana bir qatim 72 bo'lsa, действительно 792 durust. Plus qo'yay. Qo'shganda 792 chiqadi ekan.
Salamatmisizlar, yana yangi kirgan o'quvchilarga salamatmisizlar. Durust. Nomer 3ni xeyli o'quvchilar durust chiqadi. Katta qudalishi nomer 4 gandi. Buni tablisida yarim produktlarning baholari berilgan ekan. Sizlarga keriga qaranglar. Kerigini sразу siz qo'yaylik. 2 litr sut, 2 kilogramm yog' va 1,5 kilogramm sir kerak ekan. Причем qaysi shaharda? Semiyda. Almuti, Taraz, Semiy, Qarag'anda 4 shahar ko'rsatilgan. Bizga keragi только Semiy. Shuning uchun mana buni sanlag'ili qaraymiz. 2 litr sut dedi. Baton kerak emasku, sut qaraytaylik. Semiyda 1 litr sutning bahosi 150. U vaqtda 2 litr sutingga bo'ldi 300 tanga. Sразу stolbik qo'shaveraylik. 2 kilogramm yog'ni olsak, kartofel 120 ni 2 ko'paytsaversanglar 240 bo'ldi ekan. 1,5 kilogramm sir dedi. U 1,5 kilogramm, значит 1750 ni ko'paysa 1,5 deganinglar qaranglar, aslida это 1,2dan 1. Noto'g'riga aylantirsak, u 3dan 1 chiqadi. Oy, undatmadi. Kechirsizlar. 2dan 3. Nima shunday qilib oldim? 1750 ni 2 ko'paytib bo'lib yetay o'ydan. 16 ni bo'lsanglar 8, 15 ni 7, 5 chiqadi ekan. 875 ni 3 ga ko'paytsanglar necha chiqadi? 5 7 3 15. Menga yozay sразу. 7 7 3 21, 22, 2 o'yda 824, 2 o'ydagi bilan 26. Hammasini qo'shib atsanglar, mayda 65, mayda 5, 6, 11, 3165. То есть javobi B. Mana 4 ni qapsizlar mendan. Mana keldi. Durust. 4-inchisi D. Oy, D deydi o. 3245. To'xtab turmaysiz, tekshiravitay. Yo'q, еще раз. Bu yerda sal o'zgardi. Qaranglar, vнимательно qaraymiz. Semiy kerak. Semiy shahrida 2 litr sutinglar yana bir qatm tekshiravitay. 2 ni 150 ko'paytsak 300. 120 ni 2 ga 240 и 1750 ni 1,5 ko'paytsak 2625. Вроде durust hemen. 3165 durust. Молодцы, katta qudalishi 5-hisob. Summa трех чисел равна 56. 3 sonning qo'shindisi это A, qo'shilgan B, qo'shilgan C bo'lsin, teng 56 ga. Agar mushu sonlarning har birini, каждый из этих, har birini 10 ga ko'paytsa, o'stasa, ularning qo'shindisi qanchaga teng bo'ldi? То есть A soniga 10 ni qo'shdik, B soniga тоже 10 ni qo'shdik va C soniga 10 ni qo'shyapmiz. Endi A, B, C это уже 56. 10 plus 10 plus 10 bo'ldi 30. Shu vaqtida общий qo'shindimiz 3 son bo'lgan ekan, 3 ni 10 ga ko'paytib 30 ni 56 ga qo'shib atsanglar, по-любому chiqadi 86. Durust. O'zgartiryaptinglarmi? Tekshiruvdan xatolarini topdinglarmi? Nima важно, o'zinglarning xatolaringlarni tushunib, endi qatam unda qilmaydiganga tirishinglar. Matematikada особенно bir son xato ketdi, всё, hisob xato ketdi. Maksat из клетчатой бумаги вырезает различные фигурки. У него остался кусок бумаги, изображенный на рисунке. Какую из фигур, изображенных на рисунке, он, обратите внимание, не сможет вырезать dedi. Birinchi buni T harfini kesib olmaymizmi-ekan? Qaraytinglar. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Tak, mana bu T harfi durustmi? Ko'ratamizlar? T harfini kesib elishga bo'ldi ekan. Поэтому A
Мұны бір деген кетті. Бір кемейді. Мұны Z оқшаш әріпіні чу. Қарайтыңла, мұдақ асаңла, мұдақ қиып чықсаңла кеватыды дұрыс ма? Z әріпі тоже кеватыды. Поэтому кесіп аллаймыз. Мұны непонятны бір букваны мұдақ кесіп аллаймыз мы біз бұядың көргетейлі. Так, мұдақ ішкісі қайсысы болыш мүмкін. Причем можно переворачивать. Да? Мен мұны көремісаңла, пока тұрып тұсын. Мұны S оқшаш әріпіні көрелі. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Например, мұны бір ішкісіне асақ, 1, 2, 3, 4. Манау. Мұның ішідімді фигурканы вырезать болды ке. Мұны болды дейді. Мұндақ Z әріпіні чу, Z әріпіні. О әріпіні чықырыш үшін нем қылмыз. Бір ішкітал Манымда асаңла қараңла, мұны ішкісі маяққа қарайды деп алайлы да, перевернутый. Тогда мұны еқі маяққа қараш кек дұрыс ма? Бізді ондақ фигурка беді. Кеватамды, кемаатамды, кемаатыды. Z болмайды ке. Все, тогда кемейдіғіне бізге мұшу. Не сможет вырезать дегені. Мұны көргетелі қызла, балла 1, 2, 3 мұяққа қарайды ке. Причем қайда у? 1, 2, 3, 4. Сейчас көргетей. 1, 2, 3, 4. 4 талының маяққа қарсы. Мұны мы чықмады ғой сейчас. 3 тал. Или Z әріпі все-таки чықамды. Z не? Қайдың қиып асақ болды ке. Бедін кәмеді. Маяқтың кәмеді. Бедін мұны ішкісі кәмі алаттыды. Десем, қаталышмаймын. Так, давайте 1, 2, 3, 4. Мұндағы 4 маяққа ішкітал. 1, 2, 3, 4. Мана мұнда асан болды ке қараңла. 1, 2, 3, 4 тал мұны, дұрыс ма? Теперь мейді 3 тал бияқ қараш керекке. У кәмі атылы тоже. В общем, бияды мұны ішкісі қата. Üçüncüsü ve beşincisi dedi. Ну, ответлерді, наверное, там сколько? Может, 3 білен 5 алымыз. Мен ответлер көрінмей қапты. Кәттік дальше, 7-ші есапқа. Трамвайный путь при повороте длиной 7 π метров образует угол в 60 градусов. Радиус поворота равен дейді. Әнді бейді поворот пи дегенді сесілер қачан дем қосылы? Чемберінің бір бөлігін исосасылар. Мұны мәйді мәйгі чаң дейді. Трамвайный путь при повороте длиной. Мұшының ұзынлығы L да қоялы 7 π метрге. И у дейді 60 градус бұлың құраштырды ке, 60 градус мейді. О вақтыда мұшы радиус поворотның R радиусын типіңла деді. Шкеліз радиус. О чемберінің бір бөлігі ғой какой-то там. Ну, 20 емес, чаргім емес, 6-дан бір бөлігі. Бір круг 360 асақ, 60 дегеніміз 6-дан бір бөлігі ке. Надеюсь, исыңлады ба, мұны математикадагы пи деген сан, ол тұрақтық сан, оны тепіш үшін біз чемберінің ұзынлығыны С деп белгілейлі. Бөліміз диаметрі D-ға и шығыды всегда 3,14 и точка мейді чексіз онлық әмес санкелді, периодлық әмес чексіз онлық кесірдәлеме кеттім. В общем, біз пока что бұл 3 мам емес 3,14 мам емес пи деп тұрып тұсы. Şu вақтыда бір полный круг ясақы әзір. Весь кругны маңсақ, бүтін кругны, бүтін чемберінің ұзынлығы не біз? С дедік, С-ні біз
2 pi r degan formula bilan hisoblaymiz. Endi bu yerda proporsiya qurishsak bunda bo'lar ekan, qaranglar. Весь круг mushu 2 pi r. 2 pi r deganimiz u 360 gradus. Bizning uzunligimiz 7 pi ekan. Bu 7 pi deganimiz 60 gradus. Крестик ham ko'paytirib etsak, mana shu yerdan ham chiqadi. Или bölüp etsanglar bo'ldi. Qaranglar, давайте bölüp etaylik. Agar 2 tarafini bir-birisiga bölsek, 2 pi r ni 7 pi ga bölsek, pi lar qisqarib ketib qoldi. 2r bölüngen 7. Tamam. 360 ni 60 ga bölsanglar, просто 6. Ну, для красоты 1 yaz qo'yay. Крестик ham ko'paytirib chiqsanglar, radius teng bo'ldi. 7 ko'paytirilgan 6 bölüngen 2. Ammo sizlarning ответlaringlar yo'q-ku. Chapsan chiqiraylik 7 ni. Vaqtida 6 bilan 2 ni qisqartirib etsak 3, 3 7 7 21. Всё. 2 pi r degan formula endi to'li 5, to'li 6-sinfda точно bor. Chamberning uzunligi degan. 2 pi r. Chamberning maydonini на всякий случай isig'naqsiga qo'yib, пока sizlar o'ylanyapsizlar. Uning formulasi pi r kvadrat. Uni maydonning formulasi maydon. Buni uzunlik. Chamberning uzunligi va düglekning maydon deydi. İchini düglek deb ataymiz. Ichida bani kruг. Орысча, а муну линия, которая образует круг, муну линия на окружность deymiz. Chamber. Durus 21 deganlar. Kattiq 8 ga ham dedi, сколько существует натуральных чисел меньше 100, которые делятся одновременно на 2 и на 3 на целое. 2 ve 3 sanlarga bütün bölündiğen ve ondan kam qanchatal natural sanlar bor. Ну, natural sanlar 1, 2, 3 deb başlandı go. Sanaydigan kerak sanlar 1, 2, 3, 4, 5 и так далее, и так далее. Bizga 100 gacha kerak. Muşlarning ichidan ham 2 ga, ham 3 ga na целое bütün qoldiqsiz bo'linsa, demak bizning x deb qo'yay. X sonimiz 6 ga ровно bo'linishi kerak. Bu yerda endi undaq progressiya, undaq demasdilar, просто yezib chiqsanglar bo'ldi. Eng kichik 6 ga bo'linadigan son 6 o'zi. Keyin 6 ga 6 ni qo'sh 12, 18, 24, 2 yom ko'rsatib hozir. Keyin 30 mangdi, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, mekchaplar devam ettiray, 78, 84, потом 90 ve 96. Mana hamma 100'dan kichik natural sanlar, которые 6 ga bölündü. Sanayversak qanchatal shtuk borki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tal shtuk. Shu vaqtda sizlarning javobinglar bo'ldi E. Mana mashta любой o'quvchi chiqara oladi. Biroq sizlar 9-sinfga kelib, 9-sinfda progressiya degan narsani o'tsanglar deysizlar, tak. Товарищи, bu yerda har bir son plus 6 bo'ladi. Demak, bundaqni biz sonlar tizimini arifmetikalik progressiya deb ataymiz. Deysizlar 9-sinfda. Shu vaqtida bu yerda dastlabki azamiz A1 deb belgilandi 6 ga teng. Har qachon 6 ga o'sayotgankin uni ayrimisi deydi, difference da, razницасы 6 ga. Последний soninglar sizlarning 96 ga. Вот. Endi qanchatal shtuk bor deb uchun bizda AN teng A1. A1 deb AN ni yozyapman. A1 plus n ilingan 1 ko'paytirilgan d formulasi bor.
Әже қойып шықсаңlar chiqadi 96 тең 6 qo'shilgan n ilingan 1 ko'paytirilgan 6. Hemen сразу 6'ga bölüp yeteylik. 96'ны 6'ga bölsаңlar 16. Meyde kaldı 1, durusma. Plus n ilingan 1. Bunu 1 bilan qisqara ketib ko'rdinglarmi? Şulu 16 chiqdi. Ну вот, bunu birinchi yo'lda qo'yay, bunu ikkinchisi. Qaysi qandaq o'ng'ay bo'lsa, shuni bilan chiqaringlar. Buni первый это любой chiqara oladi o'quvchi. Menda endi formula bilish kerak-da, bundaq formulasini. Эти формулы, yani ko'rsatyapman-da, formula bilmayman. Ham hisobni emas, ну какой-то hisoblarni bundaq chiqarishga bo'ladi. А представьте, если sizlarga degan bo'lsa, ming'ichang. Ming'ichang 6 bo'linadigan sonlar degan bo'lsa, u vaqtda men bundaq yozsam 1 soat bitadi, hisob chiqmadi. Shuning uchun formula bilgan yaxshi. 9. Parkingda 550 o'rin bor. Biroq mashinalarning soni o'rindan 20%ga oshiq deydi. Shu vaqtida qancha odam mashinasini taladi, qo'ydi. Savol ashtaq. Shu vaqtda 570 общий o'ringa, mushuning превышает degankin 20% talab turdi, endi получается patmaydi. Bu vaqtda 570 ning 20% deb uchun 570 ni 20 ga ko'paytirib 100 ga bo'lib yetamiz. Любой sonning procentini tepish uchun просто shu procentga ko'paytirishlar. Biroq procentni oddiy songa aylantirish uchun 100 ga bo'lib yetamiz. 0 0 0 0 qisqara ketadi. 57 ni 2 ga ko'paytsanglar 100, еще 14, 114 chiqadi. Birinchi yo'l onlayn demisizlar? Ну, кому как endi. To'qqizni tushundinglar deb o'ylayman, deb edi o'ng'aylar. Пошли дальше. 10-chi hisob. Сумма всех четных чисел первой тысячи больше суммы всех нечетных чисел той же тысячи на. Endi bunda deydi, dastlabki 1000da belki masak abel deb edi, 1000 bo'lsa qanday qildik deb edik. 1000 chiqdi. Dastlabki 1000 sonning ichida jup sonlarning qo'shindisi, это значит 2 qo'shilgan 4, qo'shilgan 6, qo'shilgan и так далее, и так далее, и так далее, qo'shilgan 1000 durustmi? Mushu dastlabki jup sonlarning qo'shindisi taq sonlardan nechiga oshiq. Taq sonlar получается 1, qo'shilgan 3, qo'shilgan 5, qo'shilgan и так далее, и так далее, и так далее, qo'shilgan 999 bo'ldi. Endi yana o'ng'ay yo'l bu birinchisi. Nima qilamiz ekan? Buni birinchi qo'shindidan ivitinglar deydi, значит, minus qo'yay. Ivitimiz ikkinchi buni точка. Endi аккуратно sansa, men специально asta yezib qo'ydim, чтобы sizlar ko'rdinglar. Можно tirnoqlarni ivatsak, bunday yozsak bo'ldi. 2 ilingan 1, u qoldi 1, durustmi? Buni 4dan ivitimiz 3 ni yanni qoldi 1. 6dan 5 ni ivatsanglar yanni qoldi 1. И так далее, и так далее, и так далее. 1000dan 999 ni ivatsanglar тоже qoldi 1. 579 plus 1. Shu vaqtda 1 ni qancha qatim yozdik? Вопрос.
Endi qaranglar, всего 1000 tal san. Şunu 2, 4, 6 и так далее yerimisi, ровно yerimisi jupsan bo'ldi. Qolgan yerimisi taqsan bo'ldi. Shu vaqtida bundaq 1 degandan biz общий 500 tal yozamiz ekan. 1 qo'shilgan 1 qo'shilgan 1 qo'shilgan qo'shilgan 1dan 500 qatim qo'shib etsak, javobi bo'ldi A. Endiki hisobda logический hisob, kartinka. Kartinka всегда yaxshi. Потому что bu yerda o'ylanmay bundoq qilib qarasizlar, o deysizlar, mayda nimishki 3 va 0. Nimishki 3 va 0. Deysizlar, bu yerda 1, 2, 3 tal 3 bo'linib, поэтому 3. Nimishki 0? Bilmayman deysizlar-da, посмотрите дальше. 1, 2, 3 tal 3 bo'linib 3. Mayda 1, 2, 3, 4 tal 3 bo'linib, shuning uchun 4. Первый цифраны tushunib oldik. Bu qancha tal 3 bo'linib borligini ko'rsatadi. Shu yoqda 1, 2, 3, 4. Mayda birinchi sonimiz 4 chiqdi ekan. Endi men aytdimki 0, 1, 2, 0, 1, 2. Deymiz, mana qaranglar. Первый, второй треугольник qiyilishidagi bir точкада. Shuning uchun 1 yozdik. Mayda endiki строчкада ko'rdinglarmi? Первый, второй bilan третий qiyilishadi. Ya'ni 2 tal маленький 3 bo'linib o'rnashdi. Shuning uchun 2. Demak, mana bunlar hech qaysi qiyilishmaydi. Shuning uchun 0. Vaqtida biz demaydi, qiyilishayotgan birligiga bor. Shuning uchun javobi bo'ldi 4 da 1. Qani yo'qolib ketdinglar-ku, bormisizlar? 12-chi hisobda дан круг с диаметром 24 сантиметра. Siz qo'ying. Duglakning diametri 24. Diametr D teng 24. Endi sizlar bilsizlar, diametr 24 bo'lsa, radius diametrning ikkisi kam. 24 ni 2 ga bo'lib atsanglar, 12 qoldi. Radius nimga topdik? Radius kerak chambarning, duglakning maydon tipi uchun. Belki formula S teng pi r kvadrat. Buni yodlaveringlar, bu sizlar keyin geometriya degan darsda ham kerak bo'ldi. Pi r kvadratlar. Shu vaqtida площадь kruga 144 mi emasmi tekshiraylik deylik. S teng pi radius 12, 12 ni kvadratlab etishida 12 ko'paytirilgan 12 как раз 144. Так, 144 pi deganni unutmaylik. Men kommentariyalarni o'qiyapman parallelnimaydi. Все, 144 pi площадь kruga, значит, графа A deganinglar площадь kruga. Графа B 144. Ikkisi bir-birisiga teng bo'lib chiqdi-ku. Shuning uchun yozamiz A teng B. Yani процент jiq chiqdi, конечно, matgрамотность. Bu yerda bunday deydi. 2016-yili Maldagi turayotgan odamlar soni 20 ming bo'lgan. 2017da odamlarning soni 6% kamayibdi. 2018-yil bo'lsa, yana 8% ozayibdi. Shu chog'da 2018-yilda qancha odam qoldi Malda deydi. Yezvidali vaqtida nima bo'ydi? 20 ming u dastlabki odamlarning sonida, число проживающих в поселке. U demak 100%. Shu 100%ning 6% kemagan bo'lsa, sizlar bunday yozsanglar bo'ldi. X teng 6 или nimishki bunday yozdim. Ну ладно, как обычно пропорция qilyaptim-ku. 20 mingning 6%ni tepish uchun просто 20 mingni ko'paytimiz 6 ga и bo'limiz 100 ga.
Ishqital 0'ga ketsa, 200 ni 6 ga ko'paytsak, 1200 adam ketdi. Bu yerda 20 mingning 1200 adami ketib qolgan bo'lsa, 19 ming, 18 ming 800 adam qoldi, durustmi? U endi опять bizda 100%. Bu qancha yili? 2017 yili. 18.800 bo'ldi. Endi har yil hamma o'quvchilar ketib bordi, studentlar gorodda dars o'qiymiz, universitetda o'qiymiz deb. 2018 yilda 8% adam ketibdi. Shu vaqtida x teng, ya'ni 8% desam, можно сначала 8%ni tepelab, keyin 18.800 ni 8 ni yeyapmizku. Ya bo'lmasa, bu yerni sal boshqacha chiqarib beray, o'xshamaydigan. 100%ning 8% ketsa qoldi. Bizga o'sha qanchalik qoldi kerak-ku? 92% qoldi. Bu yerdan endi x ni tepish uchun krestchikam ko'paytsak, 18.800. Va alaykum assalom kelgan qizlarga. 18.800 ni ko'paytimiz 92 ga, bo'lib o'tmiz 100 ga. Nolliklar ketdi. Endi 188 ni 92 ga ko'paytsanglar qancha chiqadi? Birimni xato qildim o'ylayman. Просто ответlar kammi? Так, topaylik qayda xato? Beshida 6%, 12.200. 20 mingdan 1200 ni yetsak, 19, 18.800 durust. По сравнению с 2017 году. Так, buni 18.800 2017 yildagi odamlar soni, durustmi? Jitellarining так. Так, topaylik xato deymi? Или ответlari xatomi? Tushunmayapman. Просто hozir menda 18.800 ni ko'paytib, nolliklarni qisqartib yotdik, 92 ga ko'paytib yotsak, qilyapti bizda qancha? 17.296. Yo'q bundaqa ответ. Уменьшилось на 6. Hech narsa xato kelmayaptimi? Неужели ответlari durust emas? Просто bu yerdan chiqdi x teng 17.296. Unda ответ yo'q. Ладно, buni men keyin o'ylab boqay. Katta to'xtalishim. 14-hisob. Каждый день количество цветочков в теплице увеличивается в 1,5 раза. Сколько цветочков будет в теплице через 5 дней, если изначально было 352? Shu vaqtda birinchi kuni 352 tal gul botdi deydi. Ikkinchi kuni 1,5 hassa o'sdi. 352 ni ko'paytimiz 1,5 ga. Uchinchi kuni каждый раз в 1,5 раза deydi. То есть 352 ni 1,5 ga ko'paytib, еще 1,5 ga ko'paytsizlar. To'rtinchi kuni teng qo'yaychi. 352 ni ko'paytsizlar 1,5 ga, еще 1,5 ga aytadi. Uchinchi kun. To'rtinchi kuni yana 1,5 hassa o'stirgan ekan, yana 1,5 ni ko'paytsizlar. Последний 5-chi kunda bu yerdan deb akkuratni ko'paytirish kerak. 1,5 ko'paytirilgan 1,5, ko'paytirilgan 1,5 и ko'paytirilgan 1,5.
Все, девочки, мальчики, можно аккуратно ko'paytib qo'shib chiqsanglar, ответ chiqadi. Bu endi abeki formul bilmaganlikka chiqarish yo'li. 9-sinfda arifmetikалық progressiyadan keyin сразу sizlar geometriyalik progressiya degani o'tsizlar. Agar sanlar har qachon bir какой-то sanға hassilinib o'ssa, mushundaq tizimni biz geometriyalik progressiya deb ataymiz. Bu yerda birinchi a'zoni B1 deb belgilaydi, u 352. Каждый раз 1,5 ga o'sayotgandan uni hassiligini Q deb belgilab, 1,5 deb yozamiz. Shoqda dastlabki n a'zosining qo'shnisini tepish uchun B1 1 ilingan Q darajasi n bo'lingan 1 ilingan Q formulasini ishlatsak, bizda 5 kerak, shoqda B1 352 ni buni inogda bunday yozib qo'ydi. B1 Q darajasi n minus 1 bo'lingan Q ilingan 1 это одно и то же ishkisi. 1 ilingan 1,5ning darajasi 5 и 1 ilingan 1,5dan deb. Bu yerda аккуратно, внимательно hisoblasanglar, chiqdiki 2673. Endi buni o'zinglar uyda tekshirib yetinglar. Keldik endi oxirgi hisobimizga, shuning bilan bitdi bugungi darsimiz. Из листа железа вырезали фигуры с равными площадями. Прямоугольник размерами 9,4 и квадрат. Длина стороны квадрата равна. Endi o'pinglar. Agar mushu ikki figuraning maydonlari o'xshash bo'lsa, deydi. Kvadratnikini AA deb belgilab qo'yaylik, как обычно. Tik to'rt bo'lakning maydoni tepish uchun 4 ni 9 ko'paytsak 36 chiqadi va kvadratnikning maydoni тоже 36 ga teng. Sababi hisoblashda berilgan. Vaqtida qanday ikki sonni bir-birisiga ko'paytsak 36 chiqadi. Endi oxirida sizlar o'ng'ay hisob bo'lsin deb oxirida 6 qoldida, o'ng'ay hisob mushu deyman. Demak, kvadratning bir qiri 6 metrga teng. Все, mushuni bilan bugungi darsimiz bitdi. Durust. 6 metr deganinglar durust. Oxirgi hisobni ko'rdim kommentariylarda. Yaxshi. Agar mushtaq tushunmagan bir hisoblaringlar bo'lsa, как обычно degan darsdan bir aytib ketdim, durustmi? Aytinglar, biz sizlarga chiqarib beramiz. Xo'sh, hamsa salomat bo'linglar.